Abduqodir Husanovga aloqasi yo'q akalar. Qashqadaryoda vizitamiz. Mashina Dafi Euro6 yo'lda qolib ketgan. Birinchi yo'lda travit qilib ishlagan, bitta silindr ishlamay qolgan. Moy uровень ko'tarilib ketgan, mana ahvol. Bunga sabab moy uровень ko'payib ketishiga mana obratnik klapan o'zinikidan qo'yilmagan, fishkalarini yorib olgan. Lotda obratnik ko'payib ketganda mana bu joydan yorib chiqib ketgan salatga davlenasi. O'sha uchun o'zinikini qo'yish kerak. Hozir ko'rsatamiz yechib. Mana akalar nima uchun uровень ko'payib ketgan? Bitta silindr nima uchun ishlamagan? Mana shu yerdan salatga yorib chiqib ketgan fishkasini. Yaxshi ham o'zimiz bilan bitta fishka olib kelganmiz. Hozir o'shani qo'yamiz farfunkaga. Xudo xolasa akalar obratnik klapanini yechib oldik. O'zini obratnik klapani blokdagi farfunkalarning obratnisiga davleniya bermaydi, ya'ni davleniya ushlanib turmaydi. Visoki nasoslarga obratnik klapan vazifasini bajaradi, ya'ni o't olish uchun sistemadagi salarkani ushlab turadi. Hozir biz bunga chipustoydan qo'yamiz, paka yetib olish uchun. Boshda ertalablar sabzavat bo'lishi qiyin bo'lishi mumkin, lekin unaqa fishkasini urib olib, uровень ko'payib ketib, bitta silindr ishlamay qolib, unaqa problemalar bo'lmaydi, xudo xolasa. Mashinaga qo'yib, bitta yurib ko'ramiz akalar. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, bu videoni Dafi Euro6 haydaydigan akalarga yuborib qo'yamiz. Bu videoni Abduqodir Husanovga nima aloqasi borligini kommentariyada yozib ketamiz.